Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 2026-yilning 29-aprel kuni kechqurun yana YouTube orqali men shu narsani gapirishga majbur bo'lib qoldim. Balkim bu kimlargadir yoqar, kimlargadir yoqmas. Lekin bu meni murojaatim deysizlarmi? Men sizlarga fikr beryapmanmi yo tushuncha beryapmanmi yo aql beryapmanmi? Uni bilmadim, lekin uzr so'rab mana bu murojaatim butun mana shu O'zbekiston Respublikasidagi blogerlarga. Bu kechirasizlar, bu mana bu odamlarning qo'liga qo'l telefoni bu shu yaqin yillarda kirib keldi. Bundan oldin kechirasizlar, bilasizlar, hali Nokia degan telefonlar bo'lardi. Unda bundaqa uncha-muncha odamning qo'lida bundaqa bu YouTube orqali ko'rsatadigan telefonlar yo'q edi. Endi men demoqchi bo'lganim mana shu butun O'zbekistonimizda bo'lib turgan blogerlarimizga aytmoqchimanki, bu balkim meni gapim yoqmasa uzr so'rayman, lekin mana Feruza Jo'rabekova, Jahongir To'laganov, yana ikkita Otabek ismli bloger, yana mana Abror Muxtorali degan, yana bir necha blogerlar bor, bularning ismini men hattoki aytib men yodimga ola olmayman. Lekin bu hayron qolyapman shu blogerlarga. Nima sababdan bir-birlariga g'ajib, bir-birlariga unday, bir-birlariga bunday degan mavzuni gapirib bu odamlarni bir sizlardan o'zlaringiz balkim shunga ham babi odamlar sizlarni ko'rib megabaytini yo'qotyapti, lekin nima uchun shu yurtimizda bo'lib turgan kamchiliklarni gapirmaysizlar? Shu bir-birlariga g'ajish bilan ovorasizlar. Endi bu mana bu Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi Gulira'no Qosimovani gapirmagan odam, eshitmagan odam qolmayapti o'zi. Bo'ldi, endi kelinglar bu Gulira'no Qosimova nima bo'lsa bo'ldi. Ichki ishlar ham nima bo'lsa bo'ldi. Endi buni yig'ishtiringlarda bir yangi shu yurtimiz uchun, xalqimiz uchun shu bo'lib turgan kamchiliklarni gapiringlar. Shu yetishmay turgan odamlarga bo'lib turgan kamchilik to'g'risida yoritinglar. To'g'risi uni unday deb Muxtorali gapirsa, buni bunday deb Otabek chiqib gapirsa, buni bunday deb Feruza Jo'rabekova gapirsa, buni bunday deb Jahongir To'laganov gapirsa, bu to'g'risi raz bir-birlaringda shunchalik gap bormi? Shunchalik so'z bormi? Mard bo'lsalaring YouTube orqali emas, o'zi bilan yuzma-yuz borib o'sha yerda hal qilinglar. Bu o'zlaringiz gapirib turgan gaplaring mana bu boshqa tomondan sizlarni ko'rib turgan odamga, o'zingizning muxlisingizga yaxshi ko'rinyapsiz. Sizni yoqtirmay turgan haligi o'zlaringcha negativ deysizlar. Negativ odamlarga juda qattiq g'azabini qo'ziydigan holatlarni yaratyapsizlar. Yana qaytaryapman, bir-birlaringga adovatlaring bo'lsa shu YouTube orqali emas, bir-birlaringga chaynab turgan narsalaringga shu YouTube'siz hal qilib o'zlaring yoniga borib, yuzma-yuz borib gaplashinglar. Yaqinlarim, balkim men sizlarga qattiq gapirgan bo'lsam, mana shu YouTube orqali uzr so'rayman yurtdoshlarimdan. Hattoki o'zlaringdan uzr so'rayman. Bir-birlaringga g'ajishlaringni o'sha o'zlaring shu YouTube'siz bir borib bir-birlaring bilan nima qilsalaring qilinglar. Bir-birlaringga urasizlarmi, so'kasizlarmi, kamchiliklaringga gapirasizlarmi? Ke oldimga mana bekka ke lakatsa tashi bo'ldi, endi bu maskara ovozingni yig'ishtiringlar endi. Shu yurtimizda bo'lib turgan kamchiliklarni gapiringlar. insonlarni
qaysi joylarda kamchilik bo'lib qiynalib turgan joylarni gapiringlar. O'sha kamchiliklarni qayerda bo'lib turganini o'sha hududni Farg'ona deysizmi, Jizzax deysizmi, Samarqand deysizmi, Qarshi deysizmi, Surxondaryo deysizmi, qo'yingki Guliston deysizmi, Toshkent deysizmi, Toshkent viloyat deysizmi, o'sha hududda yashab turgan fuqarolarning kamchiligini gapiringlar. O'sha hududni boshqarib turgan viloyat hokimlari o'sha ko'rib, o'sha kamchiliklarni bartaraf etsin. Qaytanga sizlar kechirasizlar, nasihat qilgandek bo'lyapman. Bir-birlaring g'ajib, ana o Gulira'no bunday bo'ldi, sudda bunday bo'ldi, pleshka ko'rsataman, uni ko'rsataman, buni ko'rsataman. Bu to'g'risi bu ichki ishlar unday bo'ldi, kamchilik uchun jazolandi. Bo'ldi endi yig'ishtiringlar bundaqa haligi video gapni to'g'risi. Men hech kimni tarafini olgan maqsadda gapirmayapman. Men hamma blogerlaringni kuzatib turaman. Kim nima ma'noda gapiryapti, kim nima maqsadda gapiryapti. U unday desa, bir chetdan chiqib bir gapirsa, uni unday deysizlar. Bir O'zbekistonda gapirmasa, bu gapirmayapti deysizlar. To'g'risi o'zlaringga bilinmaydi bu narsa. Sizlarga like bo'lsa bo'ldimi shu? Eras shunchalik o'zlaringni ko'rib, o'zlaringdan faxrlanib, shu YouTube orqali shu gapirmoqchi bo'lsalaring, uylaringga katta oynaga olib, o'sha oynaga qarab gapiraveringlar. Endi bo'ldi endi, iltimos sizlardan. Bu Gulira'no Qosimovaning mavzusi qachon tugaydi? Sudda unday dedi, ichki ishlar bunday qildi, bu bloger bunday xato qildi, bu nimaga kamchilikni gapirmaysizlar? Shu o'zlaringiz shu 10 tami 15 ta qoldilarning o'zi bo'ldi, qolganlar ketadigan joyga qarab. Nima uchun Abduqodir Mo'minovni gapirmaysizlar? Nima sababdan kirib ketdi ichkariga? Nimaga bu mavzuni gapirmaysizlar? U haqiqiy toza ish qilib kirib ketdimi yo noto'g'ri ish qilib kirib ketdimi? Bu haqida aytmaysizlar. Mana bir chetdan gapiryapti. Komil inson bo'l degan inson. Bu gapirsa sen unday dema deysizlar, sen bunday dema deysizlar bir-birlaring bilan. Bu bir gapni mazmuni bo'lish kerak-da, kechirasizlar. Gulira'no Qosimovani chaynamagan joylaring qolmadi to'g'risi. Lekin bu Gulira'no Qosimova to'g'risida kechirasizlar, men gapirishim mazmuni bu qanday dam oldi, qanday nima qildi deb kechirasiz. Domla Muxtorali, siz domlasiz. Bu gaplaringiz noo'rin o'zingiz uchun. Sabab bu gaplaringizni shu yosh qizlar 9-chi, 10-chi, 11-sinf qizlar shu gaplaringizni eshitmayapti deysizmi? Bu qizlarning xulqi buziladiki bu gapingizdan keyin. Bo'ldi endi bir-birlaringga tosh otishni to'xtatinglar iltimos. Qani mavzuni gapiringlar. Qaysi qishloqlar gazlashmagan, qaysi qishloqlar asfalt qilinmagan, qayerlarda maktablar yaroqsiz, qayerlarda bog'chalar yaroqsiz, qayerlarda pensiyalar kam berilyapti, qayerlarga yo'l tashuvchi transport haydovchilar bor, qayerlarda yo'lovchilar tashuvchi mashinalar kam, qayerda ishsizlik ko'p. Nimaga bundaqa holatni gapirmaysizlarda? U dedi, bu dedi, bir-birlaringga anekdot aytasizlarmi? Misol keltirasizlar bir-birlaringga gapni. Gapirasizlar, ismini, familiyasini aniq sen mana unday, sen bunday qilding deya olmaysizlar. Endi kechirasizlar yurtdoshlar. Men nasihat qilganim yo'q. Men oxiri bu Gulira'no Qosimova to'g'risida gap bo'lar endi, yetar endi. Nimaga viloyat hokimlarining kamchiliklarini gapira olmaysizlar? Nimaga viloyat hokimlari shundaqa kamchilik bo'lgandan xalq qabulxonalarida xalq borib murojaatini aytib turgan joylarni nimaga yoritmaysizlar? Xo'p, blogersizlar, kiringlar shu joyga. Xalq qabulxonalariga kiringlar. Odamlarni dod faryodini yoritinglar undan. O'sha ko'rsin tepada o'tirgan bosh kattalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar yurtdoshlar. Lekin
Yana qaytaryapman, bo'ldi endi bir-birlaringga. Gulira'no Qosimovani mavzusini to'xtatinglar. Yechinganmi? Kiyinganmi? Yotganmi? Yurganmi? U o'zini tuhmatimi, tuhmat emasmi, u bo'lari bo'ldi endi. Ichki ishlar ham jazo oldi deyapsizlar. Nimaga jazo olganini, nima sababdan 4 yil muddatga qamoq jazosi berilganini mana sud chiqarib berdi. Ilgari aytib o'tganman, hey, shoshma-shosharlik qilmanglar. Bunga sud yakun qiladi degandi, mana sud oxiri yakun qildi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani mard bo'lsalaring, endi bu mavzuni to'xtatinglar. Boshqa xalq uchun yordam qo'lini cho'zinglar. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.